船要多快，人鬼不分深夜愁，得饮就是千饮酒，得风流是解风流。保长，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保长。想笑却哭，想哭却笑。保长，好人难当，好人难当。保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容鬼做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮已是秋，寒食江山天不由。Bir nima deb baqsizlar? Ondaqda o ikkisi qanchalik chiqadi? O ikkisi qanchalik chiqara oladi? Ularning oilasi choshqami yamallab chiqib ketgudek darajada namrat tursa. Birisi kalasini sotdi, yana birisi cho'shqisini sotdi. Oran deganda 80 tanga pul oldi shu. Nima? 80 tanga? Devatkan gepini. Bundaq cho'ng deloning bosh oxirigacha hammani o'zim yig'ishtirmasam bo'lmaydigan tursa. Meningcha sening ishingga men amal qilolmagudakman. Halaqa ikki Gundupay bilan ati saqchi idorasiga berib, ahvolni o'zing tushundir. Banjimbiyo, ha, tutula. Hop. Qo'lingni keta. Atraf boshlig'i, gap bo'z chiroyli maslahatlasak bo'ladi-ku. Qandaq maslahatlashimiz? Sen chiqib tur. Ishni yap. Atraf boshlig'i, o'zlari bir baho qo'ysizlar. 10 mingdan kam bo'lsa, so'zlashmayman. Nima? 10 ming? Ha? Hozir meni mushbetim chiqib chiqsanmi 10 ming ko'p olmaydi. Atraf boshlig'i, bodikalda qilayotganimizga 10 necha yil bo'ldi. Ozroqmi odamgarchilik qilmamdilar? Odamgarchilik? Bo'pti, bugun sana azroq yo'l qo'yay. Qiynidigina. Zodi qanchalik bera olaysan? 5 mingdan ortiq beramayman. 8 ming bo'lsin. Bayvalay desang 8 dan ayrılma deydigan gap bor emasmi? 6 mingni beray. 6 ming o'ngishliqsan. Bo'pti. Kim bizni do'st bo'lib qolsin debdi ekan? Digina. Qachon berasan? Qog'oz pul bersammi bo'la? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Hozir noyda hammada yaxshi o'tidigini shu. Ma'qul. Mana qarasizlar. 10 ko'yliqdan 100. 50 ko'yliqdan 100. Ha. Jami 6000 ko'y güvencin puli. Sen de bunca köp güvencin pulu balığını oylap mıkmat ekanman. Hey, ming bir jabada arajiqqan pullarimda bu. Adrat boshlig'i. Jangdaguning ishi ana o'shning bilan tugagandi. Ha. Tugdi. Kim bizni do'st bo'lib qolsin deb ekan? Ha, raz. Kim bizni do'st emas deydi, ha? Qachon mangdilar? Elaki xutunun ishi qachon tugasa, shu chaqda mangaman. Oh.
Undaqda qandaq tugatmoqchi bo'lyaptilar o'sha. Sening chicho. Hey, to'xta. Kimsan? Qarab baqa, kimman? Ha, Vang. Lu xonim. Lu aytarib boshlig'i hech kim kirmasin degan. Mening turadigan yerim mushu, yo'lni boshat. Harbiylarning burchi buyruq bo'ysunish, kirsiz bo'lmaydi. Nima qilmoqchisan? Bo'lmaydi degan ekan, bo'lmaydi. Bircha tutur. Voyjon, qo'limni tishlaysiz. Nima varangchining bu? Qaytib kelibsiz-da. Bu yoqqa keling, ha. Bu Harimi. Astroq. Eshittirmisan? Ashmomsiz. Dumchak. Yo, men bakan go. Dumchak. Shikinglar. Nakatdinglar, ha? Begimgan qo, odamni ajabmi qo'rqityaptilar. Biz tag'i bulong'chimikin deb qopdiq. Shu emasmi? Ha, qara. Men yuritib beray, echinglar, shuni echinglar. Echinglar. Voy begim, biz uxlaydik. Shu Uxlaydik. Nima uyqu ekan u? Mening uyqum kelmadi. Ey, begim. Sening uyqular kelmagan bilan biz uxlaymiz. Bir chet tur. Men kiraman. Bo'ldi qisila. Voy begim. Ey, voy begim. Bo'ldi qisilachu. Sizlarga shuni deb qo'yay. Agar meni kirgizmaydigan bo'lsanglar, hukumat ishiga qarshilik qildi deb ustinglardan arz qilaman. Qo'rqmang. Sizlar biz fuqarolarning siyosatini bilmaydi deb qo'rqitmoqchimi? Sizlar qaysi hukumat ishini qilyaptilar? Dumchak, sen texi bilmaysan. Bugun Lu atrat boshlig'i Lu'nin bozoriga keldi. Nayda cho'ng bulongchilik dilosi yuz beribdi. Ular bulongchi Lu'nin bozoriga yoshirinib olgan bo'lish mumkin deb gumon qilyapti. Sizlar uyinglarga kelmagili 2 kun bo'ldi. Ha? Mana endi qorong'i tushgani qaytib kelibsizlar. Cho'ng kichik bo'plarni ko'tarib olibsizlar texi. Ha? Men tekshirib boqay. Chiroqni yondiringlar. Chiroqni yondiringlar, deyapman. Sarangi yo'q. Arasida sarangi yo'q. Bo'lmasa saranga men riba. Voy begim. Voy begim. Bek kashib ketdi. Dumchak. 2 kun ko'rmasam, obdalla samirib qolsan sen, ha? Nadikin samirib qoladi. Voy begim, undaq emas-ku. Ras samirib qolgan o'xshayman. Ajab. O'zingga go'sh qolmabdi, samirsan. Azroq samirib qolgan o'xshayman. Va ko'r boqay, ha? Ko'r boqay. Kiming sala? Ha? Sala kimingni? Men ko'r boqay. Kostyum kiyibsan, ha? Bu narsani men yeb ketmayman, sala. Sala kimingni? Sosam soldim. Vah, qanday qilay? Tigi galstukda qo'yibsan-ku, ha? Mana soldim. Qaltis. Bu kiyimga oz deganda 200 tanga xarjlagansizlar. Bo'lmasa bunda kiyimni og'lamaydi, bazadin. Voy, voy begim, keltirib olding ekan-jimi? Buni 300 tangaga oldim. Ha? 300 tanga? Sizlar kiyimimni ko'ryaptamdilar yoki oqtiryaptamdilar? Ana bola ishkimizni tashlab etdingiz deysiz-ku. Men Vang Cho'qurg'a guruhining foydasini har oyda sizlarga berishni to'plab qo'ygandim-ku. Guruhanda azroqmi savdo bo'lmayotsa, nədiki foyda ekan u? Xizmat aldirash bo'lg'ashqa, bu 1 yildan beri Lu'nin bozoriga kelmadim. Buni o'zingizmi bilasiz-ku? Davlat armiyasi oldingi saptiki urushda mag'lub bo'lyapti. Arka tarafdan kommunistlar quturib ketyapti. Ishchilar ish tashlab dehqonlar ijorakini kamaytiringlar deb g'avg'o ko'taryapti. O'quvchilar ko'chalarga chiqib namoyish qilyapti. Qarim yo'q. Ana bola ishimiz nahiga etkazsalar. Bu gapingizning nimaga foydasi?
Zhang Jinfeng Çi yolbasının özü dursa, o sileni tirikli yevetmemdi. Kimni yevitçin atayın? Naydik əməldarlarının içinde qaysı birinin çoğun kiçik xotaları yok. Bir çoğun, bir neçə toqalları bağları mı tola, silinin üç xotaları basmayın, boptu. Bununla siz qoqmağınız bilen, ben qoqaman. Bunu siz mi bilesiz? Əmsi Lonyin bazarına köçüp kəsilə. Hey, bu gepiniz bekle konlaşmadı. Adam yuqurgu yamışıdı, su tövenge akıdı. Siz beni... Onun gımı bolmasa, Sılızada anı bal işkimizi qanda korlaştırmakçı. Mundaqlıq Layli, siz Wang Tütünbegi bilenle ötün. O sizden hazırgıça ümidini üzgünü yok. Onun üstüge bütün bazardakiler sizden onun kanunlu xotunu ekenliginizni biledi. Men mi sizden onunla ötünüp berey? Meylimiz tutkanda billi bolsak mı menince o hiç nimi diyemeydi. Neler adam Sılının? Vay can, Wang Bigim. Üçüncü cisekten açtı. Rahatsızlı bek uykumuz kep gitti. Şuncha köp narsalarning hammasini Naydin hep geldin olam ha. Shundaq bo'lsin bo'pti. Bularning hammasini pulga oldik. Ya bulumudiq, ya o'g'irlamadik. Sizlar shuncha berib ketding olam ha. Ha? Dadam bergen pul kaldı. Dadam bergan? Lilo Şema? Hey, Lilo sizlarga pul berem da. Hey, eğer Lilo sizlarga pul berdigan bo'lsa, men bütün mayni bishim bilan minib aylanib chiqaman. Bo'ldi. Qo'zg'ondan og'ir bo'lmiz tavuz yeyishni qo'rqma debdi ekan. Bu pulni dingdang bergan. Ana bu pulning nereden kelganligini bilardingmi? Bildim. Ne baqa? Bu pulni uningga Yang banki boshlig'i beribdi ekan. Yang banka başlığı bika dingdangga pul berem degan. Nima ish qilib beribdi o pulni? Bu dingdang Yang banki boshlig'ining kuyovli tursa. Hey, bu dingdang. Acaba Yang banka başlığının kuyovli bo'lib qapti, hamda. Chunki dingdang Da. Gapning oxirida. Diyama otamsa. Sana mana men deb beray. Chunki dingdang Lunyin tig'idan changbaychan odam giyohi ko'lib, u odam giyohni Yang banka boshlig'iga sovg'a qilgan. Shuna Yang banka boshlig'i uningga pul bergan. to'g'ri. Dal mushundaq ish. Nima mushundaq ishga? Sen dahi yolg'onni to'qqiqidek bo'ldingmi? Ha? Palumchak. Qara baqa. Amisi dingdang sana nima ishqa pul berdi? Buni uni o'zini so'ramamdilar. Ma'qul. Amisa, men berib o'zini so'rab baqay. O'zing bo'yni qattiqlik qilding. Endi mendan odamgarchilik qilmadi deb og'rinma. Uqtimi? Men gapning ta'til boshida deb qo'yay. Bu ishni iliqlab chiqamaydiganligimga bargiz ishonmayman. Ha. Bu mang'izdirga hurmat olib qolsin. Ekatdimi? Ma'lumsa. Uni biz pulga olgan tursak. Chamasma. Bo'pti. Emiz qanday qilamiz? Gap qilsangiz-chi. Men deydiganni deb bo'ldim. U mumkin bo'lmaydi. Amiz ketavasizlar. Sizlar nayig berib bo'lgacha, menma orqalardan berib bo'laman. Sizmi? Yo'l qo'ydigan yerda yo'l qo'ymamsiz. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Bu 300 koy güvencin puli. 300 tenge giten. Ana bala işkinlarning 1 yillik turmush xirajidi.
Bundan keyin har yili sizlarga 300 tanga beraman. Yenifing o'zlarining qizdirsa, turmush xarajatini albatta berishlari kerak. Biroq men qanday qilaman? Men tex yoshtirsam, bir umr bundaq o'ssam bo'lmaydi-da. Azobingizni tushunaman. Lekin amasa bunda qilaylik. Ha? Men Longyin bozoriga kelganda siz mening xotinim bo'ling. Men ketgandan keyin Wang Cho'qurning xotini bo'layvering. Men hargizmi kullab yurmayman. Odamga bunda qaramasingizcha, tallarim shurkini bir qismini bo'p ketdi ekanman. Vaycan! Meni Wang Cho'qur ko'rib qoldingizmi? Wang Cho'qur sendan ming yaxshi. Yo'qol. Ma'qul, men yo'qolay. Yo'qolay. Pushaymay yapqanmasanglar bo'ladi-ku. Qandaq ish bo'lib ketdi bu. O'zimning xotini boshqa birisining qo'ynida. O'zimning uyida boshqa birisi yetyapti. O'zimcha. Mushu yerim kechida uxlag'dak yerimmi yo'q? Taladi tamtirab. Kim? Vay voy, bu atrat boshlig'i bu. Bu men, Wang Cho'qur. Odamni ajab qo'rqatding. Atrat boshlig'i, ajab baldirilib turibdi-ku. Turibdi-ku deysan-ku. Men tex yatqudakmi bo'lmadim. Nima? Xwa-xwasini yatqilib qo'ymabdi-da. Yetishli emas. Aksicha kasamga bigiz yab chiqdim. Oo. Uni bigizning ta'mini sizlarni tetib beqildi. Qo'shal bo'lib ketding, ha? Yo'qsa. Voy. Ajab to'ngladim ha. Hay. Gullik kepinak hozirmi bormi? Nay, ko'chib ketgili xeli bo'ldi. Mush ay mushkullarda go'shkak tatlarning bu so'l saqmay bo'lsa, uni so'l saqamdi. Yura, aroq ichib kelaylik. Qaysi vaqt bo'ldi hozir? Do'konlarni taqib etganda, O'yg'asak bo'lmadimi? ochmay turvasiz-chu. Menda Qural bor. Kimjon ochmaydigan? Ma'qul. Yura. Ha, yursizlar. Voyjon. Dadisi, putoni yeb qo'yay. Bo'ldi. Yana o'zim yey. Ha. Voy, to'y qilganimizga shuncha yil bo'ldi. Mening putimni sen yeb qo'yapsan. Biroq etim senikini yeb qo'ysam men bo'pti. Xotan. Men Qiyshin sarayini ijaraga elib, choyxona ochaymikin deyman. Sizdan chiqandaq. Uningga nurg'un pul ketadi. Sog'an dasmoyimizni qaytarib ololmay qolmaylik yana. Choy pulini o'z tasakli bo'lmadimi? Voy, hozir choyxona kirdiganlarni toyliq tursa, choy pulini o'stirib olsak, choyxonamizni cho'ng qo'rib, o'ldirib qolamizmikin? Yaqyurtlar sasak bo'lmadimi? Yana kelib, satamay qolsaqmi, nimadan qo'rqatdiq? Hay, ish qilib,
Tağ önkürdə pul degen jiqqo. To'g'ri. Hey, 2 kundan keyin taqqa berib, yana liq bir sivat pul ep kelay. Dingdang bilan birga boramsan? O'zim yolg'iz borman. Dingdang bilan-da. Dingdan bilgicha allaqachon kechikkan bo'ladi. To'g'ri. Jim tura. O'ylab baqsam, senmi bak bichara bo'lib qapsan. Guldek bir ayol alqinini turib, uningga yaqinmi kelamisan? Men Wang Cho'qur do'stim uchun har qancha ovozliq chidaydigan odam. Sening mushu gaping uchun Yenifingning opsini sana o'tinib beray bo'ldi. Rasma? Ras. Manga yana 2000 gönjin puli bersang, Longning yesiga endi kelmayman. Atatdiganda Nayga qaytib ketaman. Ming qo'y beray. 1 pun kam bo'lsin bo'lmaydi. 1100 qo'y beray. Araq jayli. 1200 qo'y bo'lsin. Tamak yeyli. 1500 qo'ydan o'rlayolmayman men. İçeyli. 1800 qo'y beray. Bir pulmi qo'shamayman. Tamak yeyli. Aql. Bo'pti. 2000 qo'y bo'lsa, 2000 qo'y bo'lsin. Uning uchun har qancha badal to'lasammi? Mayli. Pulchi. Xua qo'shilamda ufq piqib beraman uni. Ay, u qo'shilmasin men bu gaplarni damtam. O hozir ichib pishib oralib qapti. Shundoq turg'uliq nimishqa meni o'ziga yaqin yo'latmaydi. Bu uning seni saqlayotgani bo'lmaydimi? Rasma? Buning mi yalg'ini bo'lamdi endi? Undaqda Shou Yinfengning turmush xarajatini Voy. Shuncha ko'p pulni olgan turg'uliqmi? Yana pochpirat pulni kimni qilib yursan-ku? Ma'qul. Amsam ammay. Amsa menga tilxat yezibsizlar. Tilxatga o'tinib berish haqini yezib qo'ysizlar, ha? Bo'pti. Yazsam yazay. Men Wang Yaozu'dan Yinfengning apsini o'tinib berish haqi uchun 2000 qo'y guanjin puli oldim. Puli chiqa. Xato bo'lib qaptimi qandaq? Bu tilxatga yana endi Jang Hua bilan hech qanday munosabatim yo'q deb yozish kerak bu. Nimandaq ishing to'la sening. Boshlig'i yozsizlar, yozsizlar. Endi bo'ldi. Endi bo'ldi. Atraf boshlig'i. Mana bu 2000 qo'y guanjin puli. Hammasi 5 qo'ylardan jami 400 varaq. Qandaq? Og'indarchilikqa yaramdi ekanman. Agar bu pulni olmagan bo'lsalar, og'indarchilikqa texmi yaraydilar. Atraf boshlig'i, sizlar aldirmay yeb ichivasizlar. Men berib, Yinfengni opsiga hamroh bo'lay. O'tir! Oshkasi imomga chiqdi degan shuda. Har qancha oldirsangmi, men Noyga ketgandan keyin billa bo'lsangmi, bo'ladi-ku. Ochaqor. Bugun kechda o'g'utim bilan billa bo'la oladigan bo'lding. Uning mijozini sen mi obdan bilasan? Hergiz oldiraqsanlik qilma. Asta-asta ko'ndir. Oldirab kelsang hamma ish buziladi. Buni bilaman. Ko'ngil bo'lganlariga rahmat. Rahmat. Namay.
Yugurab, bas! Bu ablah. Yolda yıkılıp boynun katışıp üleze ilahim. Dümcek! Ha, vamigan. Ha, qani, kirib choy isla. Voy, menga so'g'im akaptilar-da. Avvalroq. Nah, sana kelgan soğukat olsun. Yüzün acayip mi kılasın? Qarslasın. Nima, yana şu çayxonada sotamsan? Ha, bu choyxonni ijaraga oldim. Sizlarga gapni boshqa deb qo'yay. Bu pulni menga ding-dong bergan. Dümcek. Ben bugün sana Çanbayşan adam giyahinin gepini qilgan ekanman, Cuma. Amiz nima ishga keldilar? Ha? Seni bir narsa berib turam degan deb keldim. Nimani? Pul sizlar menda yo'qchimi? Vay voy, kim senden pul so'rig'idek? Yetmiysen mi tugumigidek pulların batırırsa amenan? Kunda isil taamlarını yemesen mi? Her halde kosuğumdan g'imim yok. Dümcek. Ben senin heylik kostümünü bir akşam kiyip duram ekan dedim. Fakat bir akşam lan. Herhalde azırak ijara haqi berar ha. Haram tamak. Adını gerçekten fakat bilmeysen o sen. Çoyun fın. Ha karang sizge nimep geldim. Karang ha? Ha? Çakır. Ha. Hatan. Karang ha? Sizge nimep geldim. Vay vay nim boldu ha? Polonyum bazırdakilarga nim bo'lgandi? Dingdan kostyum kiyyaptikan. Dimchakmi kiyyapti? Endi silimi kiyyaplar. Elishib qoldinglarmi nima? Vay yarıştı mı ya? Yarashmabdi. Hay küçük balığını ne bilettim. Hay Hatan. Koy. Bugün tamakını özüm etimen. Sizlarga özüm ısıtgan go'sht, şekerlik chuchmal bir tayyorlab beray. Ha? Bugun kun mag'ribdan chiqdimi nima? Qayoqdan chiqish bilan yuqori emas. Tamoq yesaklar bo'lmadimi? Ha? Bo'ladi. Amsi men kirlarni yuvitay. Hey, Dumchak. Meningcha bog'u heliqi kostyumni Vang Choqirga berib turmaydigan ish edi. U shuncha qimmat narsa tursa, uni kiyib mehnat qilib purlashtirib olsa, o'zini sotsimi bir kostyumga yaramaydi. Hey, men qachon uniga berib turdim dedi. Men uningga ijaraga berdim. Uyda bekor tursimi turdi. Shunaqa emasmi? Hey, yomay. Buni putur bo'lsam, at deganda taqsiniz bo'ladi. Esingizda bo'lsin. At haqqi buni. U oltin emas, kumush, danjimo. Kallama dadvamı nima? Haq sormasa men haqni oldiga berib topshirandimi? To'g'ri. Xo'xa, tamoq yeyla. Kirni yeyib etib andin yey. Men tamoq yeyman. Kilama kızım, kilama. Siz o'ldirib qo'y, ya. Xo'xa, qo'yib qo'ying. Tamoq yeb qo'ygandan keyin men yeyishib beraman. Bugun sizlarga zodi nim bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Kızım. Yinfung. Sizga beliq besh ep beray, ya. Buna. Bir dada deyitin, ha? Voy Chaqir. Mayli. Bu kiyimni nereden topdilar? Oldim. Bo'yinlarga gullik latta isvatlig'i. Chiroyli turdi-da bu. Ha? Dingdang Mishayning 8 to'y qiladigan bag'aqni evatibdi. Baramla bamamla. Albatta boramiz-da. Xo'xa. Ikkimiz yana bir qatim to'y qilsak qandaq? Elishib qoldimi nima? Elishib qolgan gap yo'q. Amsa undaqda ikkimiz bir qadah almashtirib ichaylik bo'lamdi? Sizlar bugun elishib qopla. Saram.
Ha? Hey, qarang. Apınızı zatat atıdı. Sara! Undaq çoğlarını tınlamaydıgan. Hiç qısı yok. Xijiloptu da. Qoğa. Qaçıqçılarını jüyettim. Uyumda qanға su ısıtып qoydum. Çıkıp jüyüp kiram. Qoğa. Bugün sizlarga zada nim bo'ldi? Ha, bo'pti. Chiqmasangiz, men jüyüp kiray. Ha? Men jüyüp kiray. Ha, men jüyüp kiray. Erishib qoldim nima? Voy. Menga o'rnaslab qo'yibdi xe. Xijil bo'lib yetibdi da. Xadinas arg'itlarni bo'lib qoldik, ha? Qo'qa. Shuncha yildan beri bir oqshommi ko'ngildagidek uxlab boqmabdiman. Chunki meni butun xayolim sizda, ha? Nima ish qildilar? Nima ish kirdilar? Chiqdilar. Ha? Chiqdilar deyman. Qanday gap bu? Nima odamni ishtiraversiz? Chiqamlar. Chiqay, unaqa qilmanglar. Chiqib ketay. Ha, unaqa qilmang. Qaplanning yuragi nega naqshmanlar? Nima qilay degan edilar? Nima qilay degandilar deysiz-ku? Ma'qul bo'lgan odam birdamdilar yuzsizlik qilyapsiz ha? Men nimaga ma'qul bo'ptiman? Bu atrat boshlig'i bilan munosabatingizni uzib, men xotin bo'lishqchi. Men qachon sizlarga ma'qul bo'ptiman? Bu atrat boshlig'i shunday dedi-ku. U texe mendan sizni men o'tinib berish haqqi uchun 2000 koy guanjin puli oldi. Joylimisizlar? Bu atrat boshlig'i menga texe tilxatni yezib bergan tursa. Akaslar ko'rib boqay. Mana, qarang. Tilxat. Men Wang Yozudun Yenfungning apsini o'tinib berish haqqi uchun 2000 koy guanjin pul oldim. Endi Jang Hua bilan hech qanday munosabatim yo'q. Lu Texan. Apse, bu 2000 koy guanjin pulni ishini bunda ko'dirmasangiz buni? Wang Yaozu. Ha? Bugundan boshlab sizlar ish bajarish o'rnida yassalar. Hua. Bu herkes meni ishim emas. Biz bo'ldi qisaqlab bo'lmadimi? Men yana tuman past pagad yotay. Ilgari qanday o'tgan bo'lsaqmi, hozir shunday o'taveraylik, ha? Men rostilla Lu familiyalik bilan ado juda bo'lgan taqdirdimi? Sizlarning uning o'rniga dastashlarining hojati yo'q. Men uy tepib ko'chib ketaman. Hua. O'tinib qolay. Sizlar ko'chmasil, men ko'chib ketaman. Ma'qul. Men ko'chay.
Cahakimning bugun qimmat vaqtini ajratib, qizim Yanglioning to'yiga qatnashib berganligidan intoyin minnatdorman. Yangi bank boshlig'i, siz mening boylik ilohim tursingiz. Kammaslikka petni olamdi men. Geldi. Bugün senin kutluk günün. Geldi. Ren Hoca, merhamet. Ay, Kocaman acayip yarıştı o. Nasıl yarıştı? Merhamet. Voy, Van Begim. Dingdang enem, mübarek olsun. Sana hikmet sözler yakılay. Baylığın ziyade olsun. Özümün baylığımız ziyade olsun. Ben bugün toy arıqlığı içimen. Kanlıca bir şeyle ha. Ulan da. Boladı. Van Begim. Sılmın epke gel araççı çıkıp. Her bir kat. 1000 tenge gerek. Van Begim 4000 tenge hediye yaptı cuma. Mübarek olsun. Hey. Zavaza. Bu ya yaxshimikan, ha? Yok şükür. Yaxshimikan? Qara. Birdamdan keyin sen berib kelinchakning karudan issiq kirib ol. U ya texmi yaxshi, ha? Rosma. Rost. Nokul. Qo'zug'im o'chib ketdi. Sen yeydigan obdan narsa ep keldim. Birdamdan keyin ularning qilishgan gap so'zlarini obdan anglab ol. Bo'libmi pul to'g'riliq gaplarini. Ish tugagandan keyin sen yeydigan yaxshi narsa beraman. Rosma. Bana söyle. Bag'ishayli. Longyen tabağırı Longyen bazardagi puhralarning qo'lida ko'p miqdorda guanjin puli payqaldi. Hozir maxfiy joyda 8-numar. Şunu aç! Açmasan açılıp yap kaldı cuma! Şunu aç değme! Şunu aç! Açmasan ot kıymetime öyle! Açacağım açmamıza! Açacağım açmamıza! Vay! Neni kılaydayla? İşte ben uxlaydım şu! İşte kumaydım! Sana ne hediye etmekçi boğan? Vay! Şunca olan işken bana. Ben rast işxandaki üstelin üstüde yatmak istedim rast vay vay nima da bu azazlı xotin illiqlik degan nima yo'q-da buningda. Uxlagandimi kiyim kiydigan gapmi? Sarandek. Medeniyetlik bo'lishni o'rganmasangiz bo'lmaydi. Uqdingizmi? Mening uyqum kelyapti. Men uxlay. To'xtang. Meni sevib qo'ying. Kiyimimni soldirib qo'ying. O'zingizning qo'li yo'qmi?
meni karvatga chiqarib qo'y. Meni karvat chiqarib qo'y. Meni karvat chiqarib qo'y. Meni karvat chiqarib qo'y. Salvasi. Mana oyoq esib qo'y. Yo'meza, Oyoqroq. Yo'meza, Apa, necha kun bo'ldi, uyga ketib qo'ymading. Nima? Pul tepib elibla ota-onasini unutib qoldigan gapmikan? voy, apa, bizning dumchak dadamning ko'ziga sig'masa ya. Ishkis ko'risilar urushidu shu. Dadangning mijozini o'zing bilsan-ku. Mana qara. Dadang meni aroq bilan go'sht olib kelishga buyurdi. Kech sizlarni uyga berib tomoq yeb ketsin deydi. Kechli beringlar, ha? Dumchakning mijozi yo'q, apa. Nim bo'pti? 2 kundan beri beli og'rib ketyapti. Oqshim bek charchitvatma, ha? Nimalarni o'ylab ketding? Beli og'irgan bilan geli saqdi, kech cho'qim beringlar hamsa. Ma'qul, sen meni va apa. Beringlar, ha? Xutom. Beli og'rib etibdimish. Nimaga og'riydi ekan? Oy. Yo'mey, bo'ldi sen avar bo'lma. Apang o'zi yetishidi. O'ltir. Dada, Ha? bugun sana nima bo'ldi? Yo'mey, qani degina. Dumchakning bugun kamiginiga qaraganda, u bilan ishtimandan o'zini qochiratamdi, qandaq. Voy, sana dedim-ku, uning bugun mijozi yo'q. Yo'mey, sizlar hozir buyib ketdinglar. Pul topganda seni bekib cho'ngan ota-onangni unutib qolsang bo'lmaydi, jo'mo. Dada, bo'lmasa men... Bo'lmasa nima? Bo'lmasa... Gap qilsang-chu. Bo'lmasa men dumchak bilan maslahatlashib boqay. Vaqti kelganda biz ko'proq pul elib kelib, sizlarga bersak bo'lmaydi. Hay, sizlar bizga qanchalik berasizlar? Ko'nula do'stonga bir qach tomoq bergicha nijotlik yo'li ko'rsatib, to'g'ri aytgan. Yo'mey, qani menga deb bergina. Menmi ko'proq pul topsam yaxshi emasmi? Voy, dada, mening sana deb bergim yo'q emas. Dumchak Tangri qasam qilib, yuqorida ota-onasiga, tuvanda xotin bolalarga demaydigan bo'pti-ki, sen meni... Yo'mey, sen uni xotiniga. Asta. U sanamı demedim ha? Yo'mey, menga deb bergina. Deb bergina. Voy. Yo'mey, deb bersang-chu. Yo'mey, sen... Unda qilmay, menga deb bergina. Dada, men... Sen... Yo'maysa, qo'rimlarni to'shib bergin. Ha, mana keldi. Hey. Asta. Ularning bir eg'iz gapini olmadingmi? Yigit qizni bunda qildi. Men sana ularning gaplarini angladingmi deyapman. Yigit qizni bunda qildi. Ular pul to'g'riliq paraqlashdimi? Tazim bir döt nima ekansa, o'tib ketgan döt. Ular bunda qildi. Nim qilyapsa? Qo'y. Voy. Sen. Oy. Ah.人性多一点是人，狗性多一点是狗。
有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在相看狗变人。收捐抓壮丁，开当铺，人民骂他是狗官。王保长，芝麻官狗腿子一个，乱收捐抓壮丁，开当铺，人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在相看狗变人。